Minecraft lekin qo'rqinchli mavjudotlardan to Minecraftda zir titratgan eng zo'r maxluqlargacha bugungi videomizda videomaniya qilamiz. Herobrинdan tortib eng qo'rqinchli maxluqlargacha bo'lib o'tadi. Video juda ham qo'rqinchli va ajoyib tarzda bo'lib o'tadi. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya bergan bo'lar edim. Demak, bu Minecraft oddiy emas, horror Minecraft bo'lib juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Videoni albatta oxirigacha ko'ring va bizning kanalimizga albatta like bosgan holda kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz qo'rqinchli Minecraftda 100 kun yashab qolamiz. Xo'p, demak biz atrofga qarab olamiz. Hech qanday monstr, ya'ni maxluqlar mavjud emasmi? Biz yaxshi joy spam bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni daraxtlar ko'p joyga kaykras, daraxt kerak edi. Daraxt ustida spam bu yog'dan meni kamdan kam. Xo'p, biz taxta qilamiz, yog'ochdan versak, tapir va kirka ham yasab olamiz. Toshlar kerak bo'ladi bizga albatta. Tapir bilan daraxt chopib chiqamiz. Qancha taxtamiz narsalar bor-ku. Xo'p, demak chiqdik bu yoqdan qandaydir joy. Nima endi bu? Xo'p, bu narsa buzilib ketibdi-yu va nima bo'ldi ekan o'zi bu yoqda? Xo'p, mana va kerak narsalar ko'p, lekin ko'mir olib qo'yaylik bo'pti mana. Balo ham yo'q ichida. Mayli, buni olib qo'yamiz. Bosh kiyim kakras ana bo'ldi. Onang ammasi yo'laymi? Yana ona turishini vahshim yo'q hech narsa. Bitta mashlar qoldi xolos. Xo'p, ketdi. Toshlarni osib, endi yerga tagiga tushib, erinyapman, shetdan olaveryapman. Endi tosh qilichga olamiz. Hoppa, kirkani kuchaytiramiz, topol kuchaytiramiz. Biz kuchlimiz deydi-yu. 3 ga chiqaymi ekan. Nimadir ovoz kelgandek bo'lyapti-da. Nimani ekan? Hop. Onasini qani bilan narsa yo'qmi ish qilib qo'rqinchli. Ashaqa boraymi yo dengizgami? Yo, men qasr tarafga ketaman. Binomi qasrmi bilmayman. Qasrga o'xshatib yubordim. Buni ham olamiz. Taxta kakras kerak bo'ladi. Ko'mir narsalar olinadi-yu. Ko'mir olinadi, esimdan chiqib qolibdi. Xo'p, tepaga. Qani o'sha joy? Qani haligina ko'rgan joyim? Xo'p, ko'proq taxtalarimiz. Topdim. Ana hunardek. Nima bu? Voy, nima bu? Skeletmi? Voy, iflos, kim o'ldirib ketdi odamni? Shunchalik ham shafqatsiz bo'lishadimi? Ish qilib. Xo'p, mana qo'yib ko'raylik. Kerak emasmi yo? Kerak emasmi? Nima qilaman men buni? To'g'rimi? Undan ko'ra unaqa olishim kerak. Anada qaranglar. Butun bu narsalar atrofda tinch. Xo'p, tushib olaylik endi bir amallab. Sonda xo'p, olaveraylik nima bu? Xo'p, zombi go'shti mayli. Temir bor ekan, kakras. Ovqatmi olaveramiz. Ip endi kamonli kerak bo'lib qoladi bir narsalar. Yana bilmadim, ipdan ham yasasa bo'ladi-yu. Xo'p, tushamiz. Ovqat. Yana bo'lar ekan, odamga o'xshatib. Devordim, hech bola yo'q. Xo'p, pastga tushamiz. Qorong'i ham tushdi boshlayapti. Bu men uchun yomon. Voy, nima bu? Mas senga pilli jerbali. Xo'p, ketamiz. Nima bu? Qasrmi? Bino emas. Rapunzelni qasri deydi. Sajini tashlaydi va xo'p, mayli. Ovqatlarni olamiz, bu yoqda bekitamiz. Iflos kir bo'pti-yu. Nima bu baqa? Qanday narsa bu? Voy, kirisa ekan. Mayitda paydo bo'lyapti ekan-da iflos. Xo'p, mayitda yo'q. Temir. Yashirib qo'ygan joyini. Men topib olaman. Men topib olishim yaxshi, ko'zim zo'r ko'radi. Ovqatlar shetda ekan bari. Qorindan g'am yo'q. Nima endi? Teparoqqa chiqaraylik. Rapunzel sashini tashlamadi-yu. Xo'p. Nimadir? Voy. Chiqmaymi? Chiqmaganim yaxshi deb o'ylayapman. Ana qanday go'zal deb o'ylayman, lekin ba'dan kirmishmasin. Qalqonga sig'gan yaxshi. Men senga, ruhing yetami? Men skelet boshqacharoq. Voy, qanaqa maxluqlar bular? Voy, nima bu? Nima bo'ldi menga? Nima edi bu? G'alati bo'lib ketdi ekran. Xo'p,
ovqatlanib olamiz. O'zi qornim to'q mayli. Xo'p, yana monster paydo bo'ladigan joyi bor ekan. Buni ham buzib tashlaymiz tezda. Tezda buzamiz. Xo'p, mana temir narsalar hammasini olamiz. Bitta ham qolmaydi. Xo'p, fayklar qo'yib chiqaylikchi. Nima u? Menga tegsan baribir o'ldiraman men senga. Xo'p, olma ovqatdan g'am yo'q ekan bu binoda. Pastga sakrab qolardim, duxum yetmaydi. Xo'p, oy tushdi o'shi. Qo'rqinchli maxluqlar ko'rinmayapti. Nima bu? Haligimi nima edi? Xullas o'sha. Iploq ekan. Vo'ro. Vafshim. Sekin pastga tushaveramizmi yo? To'xta, pastga tushish yo'q. Mana uni qaranglar. Bag'dan yo suramiz, ikkita variant bor, yo mana shu yerda turamiz qo'rqoqqa o'xshab. Qaysi variant qilish kerak? Yo u ketishini kutamiz. U ketishini kutaman men. Olma. Ana kiyimga yetdi. Ana sakrashga to'xim yetdi-yu. Jonim to'ldi mayli. Pastga tushib, endi boshqa joylarga aylanamiz. Baqa maxluqlar kelib qolmasin, qolgan maxluqlarni. Nima bu senga? Ol. Qo'y. Yaxshi qochgan yaxshi bu. Kuchliroq ekan. Tegma menga. Bo'ldi, akajon, tegmang. Bo'ldi. Tegmayman, urmayman. Hop. Endi qayer? Nima? Kim edi bu haldan arqamni urib turgan? Tuxum yetam oldimmi birga chiqishga? Nima? Tushunmadim. Nima bu? Hop. G'alatiroq ekan bu ham. Mening bunaqa bu ham hech ham ko'rmaganman. Nima bu? Onasini. Iplos. Kallasiga urayin. Qoch. Joningdan o'rding bo'lsa qoch. Ana chakras o'sha yerda yashab olaman bu topolmasak. Mana shu yomon asabni buzyapti. Juda qo'rqinchli mavjudotlardan biri Iplos. Onasini ketdik. Toshbaqa boray, toshbaqangga uring. Xo'p, bu yoqda bir narsa bormi? Qonlar qilib tashlagan. Xo'p, kichkina temirchi, buni olamiz. Bu kerakmi? Buni kerak, bas nima qilaman buni. Mana shu yerda uyam qo'g'lardim, lekin Minecraftda aynab chiqishim ham kerak edi. Nima bu? Xo'p, devanda olamiz, uxlab olamiz. Yog'roq-ku, qanday qilib? Men ham zagruzka qilmay qoldi, bo'pti, mayli. Mana cho't. Hop, ketdi. Nima qilamiz? Menga ham ishlamayapti. Hop, eshikni och. Hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q-a? Pastga tushib chiqaylikchi. Taktik ishlaydigan zo'r ekan uni. Xo'p. Nimadir bo'yapti-da. Zombi ana kiyim olgan kiyimini qalqon olishiga o'ylayapman. Iplos. Qoch. Zombidan qochib yursam maxluqlardan nima qilaman ekan? Xo'p. Bu yoqlarda ham bekitib tashlaymiz. Bu narsalar ko'rmasin meni. Umuman o'zimni ko'rishmasa men yashiranaman mana shu yerda. Xo'p. Nima bu? Mana shu yerdan ko'rsam bo'ladi. Xo'p. Shaxs tayimda yo'q Iplos. Tayimdek. G'alatiligin bu mavjud. O'shani. Tilim aylanmay qo'yaveradi. Lapatga nima kerakligini bilmadim. Endi yerda ko'ylagan tartib. Yerda yashirinsa kerak. Xo'p. Pastroq ketdi. Yo'q. Sandiq. Omadni qaranglar, men omadim-da. Xo'p. Yana shu yermi? Cho'ta mana shu yer yo'qmayapti-da menga. Yo'q, kerak emas ekan. Yana Rapunzel binosi. Bu safar sochini tashlasa kerak. Tush pastga. Ana. Bo'ldi, mana shu yerda uy qurib olaman. Balki biranda zo'r narsalar chiqib qolar-a. Banda ko'mirim bo'lsa ham chiq. Kerak. To'lib qolibdi-yu. Kerak narsalar tashlayveraman. Sandiq qo'yamiz, yotoq qo'yamiz. Mana shu yerda pechka qo'yib yashayveramiz. Cho'pdan narvon. Uy quraveramiz-da mana shu yerda. Topish qiyin bo'lsa ham endi.
Fakelni olamiz, fakka qo'ygan holda nari vam qo'yib chiqamiz. Ajoyib uy chiqdi. Menda professional yo'q. Xo'p, mana shu yerda buni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Oh, nima bu? Mana belga qo'yib qo'ysam ham yaxshi bo'lar, topsam bo'laveradi. Bo'pti, biz aylanib kelaylikchi. Hop. Bu yoqlarda yurolmadim. Nimadir o'ldirgan holda nimadir bo'lgan paytda. Nimadir bo'lganda kim o'ldirgan bu yerlarni yeymiz. Hammasi o'la ketgan. Shuncha qilganim. Aligina nimadir ovoz keldimi? Bo'pti, xo'p. Bu yoqqa chiqolmadimi? Ana bitta joy nima ekan? Qizil rang ko'rinadi. Mayli ketdi. Hop. Nimadir? Sandiq. O'la shuncha sakragan beixtiyor ketdi. Hech narsa yo'q. Hop, yana. Mana senga. Nima. Zerik ketdi. Ana. Voy, iplos. Onasini nima bilan? Zombilar qara kuchliligin. Anaqda qoch. Ana endi o'lasanlar, yorug'da o'lib ketlaring. Battar bo'laring. Aylantirib yuramanlar. Qo'ylab shtu qilaman. Xo'p. Harigini o'ldirgan nima ekan desam, zombi bo'lsa kerak-da. Xo'p. Bu yoqda polni yaxshilab chiqamiz. Fakelni olamiz. Uyda zamonaviylashtiramiz, yaxshilab tomlarni ham bundan qilib chiqamiz. Toshdan. Ajoyib chiroyli. Hop. Bu yoqda ham qaziymiz. Ikkinchi xonada o'sha. Mana tepaga chiqib kelaylik. Bir narsa bormikin? Tepamda o'libdi-yu, o'lib ketdi. Yo'q, aka, tegmang menga. Aka, tegmang aka. Bo'ldi, boshqa. Iltimos. Xo'p, bu yoqda yashirinamiz. Bu yoqqa fakkilik. Shetda turibsanmi hali ham? Tur, yo'qol. Men senga tushib oldi iplozim, Yo'q, qolib afshim. Nima? Maxluqingni urayim. Qoch, tepaga chiq. Chiq tepaga. Nima bo'ldi? Chiqdimi? Yopish kerak endi mana shu. Xo'p, qani san? O'ldingmi? O'zim yaxshilab belgilab qo'yay. Mana shu tezda qo'yib chiqib, fermer qilamiz. Fermermiz o'zi. Hamma yoqda yaxshilab sabzi ekamiz. Sabzichilik qilamiz. Xo'p. Nimadir bor shekilli mana shu yoqda. Shu so'zni ko'p ishlatdim, ayni. Xo'p. Shu qarab qo'yaylikchi. Nima ekan? Yopiq, hammasi joyida. Bu yoqqa ham uxlab olamiz. Yaxshisi bizga kerak emas. Problema, aynan. Xo'p. Endi ko'proq tezroq o'stiramizmi? Mana ularni ekib tashlaymiz. Shuncha urug' bor. Xo'p. Ana bu yoqqa ekamiz. Ishton, hamma narsa. Bu yoqda qazib, yana bitta xona qilishimiz kerak. Mana shu yerda ham qazib chiqamiz. Xona qilamiz, balki temir chiqib qolar. Xo'p, ana, o'zi kom bo'lib ketdi-yu. Anchagina chuqur qazib yuboribman. Mayli, farqi yo'q. Nimadir ovozi kelyapti, cho'tta. Mana shu yerda kimdir nimadir bor-da. Chiqib bo'lmasa bo'ldi. Nima? Xo'p, qaziyoramiz yana. Chuqur, tema. Omad kelsa boylik, omad bo'lsa chiroylik. Xo'p. Mana temirni ham yoqmayapti-da nimadir menga. Xo'p, bu yoqda bekitib qo'yamiz. Qaziyib ketaveramiz. Pastroqqa, yana ham pastroq. Qo'ybinim. Tushkim kelmayapti. G'or o'shi. Nima bu? Nimadir? Haligi bilan deb. Neto'ja uchib qolibman men. Bu yoqda yopamiz, men ketdim. Uni surish kerak. Suraman. Xo'p, taxtadan yog'och, verstak yana. Voy tot. Voy, iplos devordan chiqmay o'lgur, kallangga uray. Nima bu? Alakondira boshmidi yana? Tur, yo'qol, qo'lingga uray. Qilichim ham yo'qmi? Bor ekan o'zi. Endi nima? U og'izda blokdan o'tib ketyapti bu. Men senga. Voy, dot o'tib ketdi. Qanday qilib? Men senga. Yo'q, o'lib qolsam bor, sharmanda-da. Iplos. Yoriq tushdimi? Nima bo'ldi hozir?
O'lib qolishimga sal qoldi. Yorug' bo'lsa ekan bu vaqtga keldim ekan. Nimadir bo'lib qoldi. Nima bu maxluqlar meni o'ldiray deganda har doim yo'q o'polaveradi. O'ldirib qo'ygandan yomon shuncha qilganim ketdi dedi, havoga uchardi. Xo'p. Sekin asta tepaga chiqib uyimga chiqqanim yaxshi. Yomg'ir yog'yapti. Menga yoqmay uxlaganim yaxshi undan. Fermerchilik davom ettiramiz. Xo'p, mana ekib tashlaymiz. Hammasini ekamiz, yeymiz biza. Xo'p. Ana chiroyli bo'lib qopti-yu atrof. Hammasini yog'ochlarni chopib chiqamiz. Nimadir? Sen qo'yma. Skeletingni uraman. Libos skeletingni urib tashlayman. Senga. O'ldirdim zombi. Shu zombilar yoqtirmadim-da. Ani kiyib olgan kiyimlarni qaranglar. Endi oq ko'zli zombi. Plus, hali hera bilan chiqib qolmasa bo'ldi oxirida. Tortmi deyman, tort pas qabr-u. Oltin olma, oltin bosh kiyim, temir kerak. Dod. Nima? Qabristonga o'xshagan shekilli mashaqa. Qabristonga tushib qopman. Xalaq qabriston ekan. Voy iflos, nima bu? Kallingga seni. Endi bunisiga ham keladi asab tuzim. Yo'q, qo'llaring asab tuzganlar o'lib qolaman hozir. Xo'p, endi qabrda ichida bir narsa bor. Yo'q, zo'r narsa-yu. Kirasi kerak edi. Yo'q, qo'llaring hammaga. Bosh kiyimni olmaganim yaxshi jichchi ekan. Quvvati ham. Xo'p. Quyosh botgan yana uyga kiramiz, uxlaymiz. Yana narsalarni sopam. To'lib ketib qolibdi hamma narsam meni. Oltin olma naqib tashlaymiz. Kuchayganman men. Temirlik kirikam bor, hazillashmalaring. Taqirda suv olib narsalar qilamiz. Yoqmayapti-da. Nimasi bu? Nima bu? Senga skeletingga uraman. Qanday paydo bo'ldi bu iflos? Garotchi bor-u. Iflos ekanmiz. Qabristonga yana bir narsalar olaveraman. Xo'p, tepaga chiqdik. Qishloq bor ekan oldimda. Men o'sha yoqqa boraman. Haligi. Nomlarini bilmayman, hech qaysi maxluq shuncha haligi deb qo'yaveraman. Yop. Hech qayerdan chiqmasin. Kirmasin ham. Voy. Ifloslar hammang bitta joyga to'plab olgansalar, o'ldirdim seni. Yana bitta sheriging qani? Birga bir chiqaman. Chiqmayman ekan. Voy, dod. Nima bilar? G'alati narsalar. Kerak emas menga. Fim tupurdim. Qishloq qanday yoqimli. Qishloq topish bu men uchun baxt. Bir dona uy bo'lsa. O'la bir dona uy bo'lsa parod bo'ladi deb qo'yiladigan kitoblar kerak. Nima edi vashya? Xo'p, qaytamiz. Meni uyim qayerda edi o'zi? Bu uyga kirib olaveramiz. Tayyor uy bor ekan, xulis. Voy, dod. Nima uryapti yana meni? Nima uryapti iflos? Qani o'sha? Uxlatishgan qo'y. Bo'ldi. Qishloqqa birga uxlaymiz. Men ba'zi uxlamay yashab olamiz. Uxlamayapman, monster bor deyapti. Voy, dod. Mana turishini qaranglar. Yerga tushib ketaman men. Yo'qman men, vafshim. Yo'q, kirasi ko'mirlar chiqyapti. Ko'mir kerak edi, ichkariroqqa tushsam. Uxladim. Xayriyat, bir amallab uxlab oldim. Ko'mir menga kerakmi? Tepaga chiqaymikan? Yo'q, ko'mirsiz ketmayman men. Ko'mir men uchun yo hayot, yo mamot deb. Endi tepaga chiqib oldim, romanlar hali ham ketgan yo'q. Iflos. Birdaniga hammasi bilan videomani qilish qiyin-da bor. Qayerga borni hammasi bor. Xo'p, kamon olamiz. U qo'ymasa bir tingda. Tushamiz. Cho'rib tushib tashladik. Nima bor? Hech kim yo'qmish qilib. Haligi monsterlar, maxluqlar yo'qmikana? Xo'p. Nima bu? Nima edi shu? Pastroqqa vardan chiqsa-ya. Vardan ham yetarli emas. Nima bu? Xira bilan deb iflos qo'rqitib yubording. Zombi senga. Voy, dod. Yo'q. Qoch.
qaytib konga tushmayman. Olmos bo's ketyapman. Yana unaqa voy bitta olmos ham ololmayman ekan-da bularni deb. Yarimta olmosmi endi? G'alati bo'lib ketyapmanmi? Nima bu? Oydor ham vaqtda yashash tugur vafim qiyin. Xo'p, ketdik. Sekin, asta, sekin. Nima edi bu? Voy, hammang yig'ilib olgan joyingga urayim men senga. Tepingnaqa bo'ying shunchalik ham baland bo'ladimi? Ma. Yo'qol. O'lib ket. O'ldimi? Zo'r bo'lardi urgan bo'lsa bor, lekin hali ko'p bo'lsa kerak bunaqa monsterlardan. Pastroqqa tushamiz. G'alati joyga ketaveramiz. Uyni toparsam bo'ldi oxirida eng qizig'i. Versakka kirasi kerak. Qalqonni olib himoyalanamiz. Yana bitta qalqon, ikkita o'rnaman qalqon. Zo'ra. Hop, endi versakni olamiz. G'orda kattaligini tuganmas bitmas g'or ekan-da bu ham. Ketaveramiz ekan-da. Hop. Cho'tta bag'da ko'mirdan zerikib ketyapman. Boshqa narsang yo'qmi sen iplosda? Hop, joyimni topib qoldim bilamanlar bo'lmasam. Bu o'zini nasl bo'lar ekan bulardan. Bu yoqda ham ko'ramiz. Shim yo'q kerak emas. Meni ham pastroqqa tushib ketsam bo'lar. Yana bo'lmasam. Ish. Faykillar yoritmay qo'ydimi? Nimadir kelyaptimi deyman a? Qo'rqib ketyapman, tegma menga. Aytgan bo'lsang, sekin tepaga chiqdi, pastga tushib niyatim vafim. Teparoqqa chiqamiz, narsalarni olamiz, binolardan, narsalardan, uylardan. Sabzi, ovqat, endi pastga tushamiz, ovqat qilib olib. Hop, va'daga chiqmasam bo'ldi, ish qilib. Joy g'or kerak menga. Nimadir bo'lyaptimi? Nima bu? Onasini buni. Oydod. Ikkita birdaniga bitta maxluq hech chiqmaydi-da. O'zida o'rtoq bo'lish shart-da buni. Oydod, yana g'orga tushib oldimmi? G'or. Oydod, temalaring bitta temasang nima bo'ladi? Bir marta vijimani qo'la yaxshilab. Insof bergunlar. Sellarda o'ysha. Hoppasa. Nima deb tashlayapman? 9-kun endi. Hali nima o'sha Steve mashinga. Men zo'r joy topib oldim. Men seni o'ldiraveraman. Hop. Qo'yarlarni ham shunaqa o'ldirsam bo'laveradi. Ovqatlanamiz. Temir. Ba'zi bekamiz. Ba'zi yurganman shekilli. Faykillar to'lib yotibdi. O'zimni joyim-ku, o'la. Nima bu? Voy beynamaydi. Yana bitta monster nima? Qanaqasidan bo'ldi bu o'zidan bir narsa ushlab olib. Bakka deyapti. Odam playerga o'xshar ekan. Kelmaymanmi, battar o'lib ketganman, borimman. Hop, olmos olamiz. Hammasi olamiz, lava. Yorilib ketdi, hamma yo'q. Ovqatlanib olaylik, cho'tta iplos kelmasin yana. Bakka duxing yetami, ke birga bir. Mayli, yana ham olmos, baxt qaranglar. Menday omadli inson bor ekansizlar, nimaga hali ham yuribsizlar? Tepaga chiqaylik, uxlab. Tepani ko'rmagan yorug'lik. Yorug'lik. Qanday yorug'lik? Endi yana ko'rib turibman, o'zingcha shaffof ko'rsatma menga. Qoch. Qorong'ulik, iplos. Endi yorug'lik ko'raman dedim. Nima endi? Xayriyat, yana yorug'lik ko'rdim. Bo'lar ekan odamga o'xshaydi. Nima endi bu? Mayli ketsak. Mana yana uy. Hali ko'p joyga borganim yo'qman, lekin uylar to'lib yotibdi. Paydo bo'lib qo'yaptimi? Bilmayapmanmi? Mayli, olmoslik kirka yasaymiz. Hamma narsalarni yasaveramiz. Trends. Ichimlik. Qanday ichimlik bo'ldi? Bir tayyorlab ko'raylikmi?
Oho, nimalar so'rayapti u? Yashamayli ekan-da buni tayyorlaguncha, voy dod buni tayyorlaguncha qaranglar. Bitta buni o'ziga bunaqa idish kerak buni tayyorlagan. Log qo'yapsanmi sen meni? Voy dod, qanaqa narsalar, g'alati suyak va bundan 10 darajali. Kerak emas, o'zimniki yaxshi. Xo'p, buyog'idan qaziymiz. Pastga tushaveramiz. Endi partadan ketsam ham bo'laveradi. Ketdik. Chiroyli joy bo'ldi. Partada yo'q hammasi va keldik. Ishqilibog'da monsterlar yo'qmi? Monster bor, maxluqlar, ifloslar. Voy yashamaydi ekan, qaytdik joyga. Xo'p. Teparoqqa chiqamiz. Kutib turgan joying iflos. Balog'im ochib qo'yibdimi? Qoch bu yoqdan. Yo'q bor. Qonlab. Qoning ko'ring, nima qilib qo'yding? Daraxtlar. Qonda bo'lmaydimi? Mayli, daraxtlarni qaranglar. G'alati modlar ekan, lekin u. Endi sen kutib turibsanmi? Yashamayapsan, men hamma joyda sellab yuborasan. Yo'qol, vafshin tutolmaysan degandim, kelib iflos mani oldimga. Qayerdan chiqdi kirisa ekan mana shu daraxtlar g'alatiroq. Yana qonmi? Bu nima endi bu? Vizer skeleti. Hop. Nimadir chiqarmikan? Yo'q, baloyim chiqmadi. Uyimga qaytaymikan, o'zimni uyimga. Yo'q, balandlarda. Nima bu? Paydo bo'lgan joyga o'ldiradigan ekan-da bu. Tayyorgina, mayli. Xo'p. Qilich, anoni pilli jeblarni nima qilyapti? Partadan qani kirib oldi, mayli. Xo'p, lava bo'lib ketib bekor ochgan ekanman o'zi. Uyimga o't qo'yib ketmay, manalarga ham o't qo'yib ketmasin. Somon kerak bo'ladi. Qorni to'qlab olamiz, ichimliklar hammasini olamiz. Skeletni turishini qaranglar. Yarmi kallasi bag'da. Bag'da. Nima bor ana, qanday monster? Iflos maxluqingga urdayin bo'ldi-da, yetar balkim. Shuncha quvlab yutganlarni-da. Xo'p. Ana. Qalaysan? Tur yo'qol. Xo'p. Voy dod, dunyo shunchalik qimmatmi? Xo'p. Yana shekilga keldi. Yana paydo bo'ldimi? Kim qo'yib ketyapti uni? Katta xolam qo'yib ketmasa kerak buni. Turishini qaranglar. Xo'p, bular olamiz. Nimadirlar bor, qanaqadir go'shtlarmi? Voy, yana nima? Bu nima bu? Iflos bitta nechta o'q otadi. Temir olamiz. Go'lim esa bo'lsa ham bo'laveradi yo kiyimmi? Xo'p. Hammasi voy dod, mana ular to'laligini. Hammasi shu yerda, bir-birisiz yashamaydiganlar. Hammasini chopamiz. Endi men ko'z mana shu sonliq zo'r deyiladi. Bularni ham olamiz. Kitob o'qisa kerak. Xo'p, nima bo'lar endi? Men yonma-chayimiz yurami? Nima? Men senga sehrgarningga uraymi? Qoch. Sehrgar ekan, yomon. Jonim ham oz qoldi. Xo'p, teparoqqa kiymaman, quvvati oz. Mayli, almashtirib olay. Men senga. Yo'qol, o'ldirdim. Menta endi mayli temirlar bilan o'tirlarni olish kerak. Qanaqadir kiyim, min narsalar. G'alati narsalar ko'p ekan. Yana bitta endirimni ko'zlar. Voy dod, bularni yonma-chayim yuradigan ekan. Xo'p. Sonolar, bularni olamiz, darajalar ekan bular. Ko'pi. Xo'p. Yomg'ir yog'ay, menga yoqmayapti yomg'ir yoqish. Mana ularda shimi va hammasi. Men ularni to'g'rilab uyga qaytguncha videolar o'zim yashamayman, yashalmayman. Xo'p, bularni yasaguncha ancha vaqt ketib qolar ekan. Anchagina problema keltirar ekan. Xo'p. Nima endi bu? Xo'p, bularni ham yasash qiyin ekan, voy dod. Bularni manachi bo'lmaydi, yasamayman. Men tashqariga chiqaman. Nima bu? Hech kim yo'qmi? Mayli, orqaga qaytamiz uyimizga. Voy, nima senga? Ol. Creeperingga indirmaylarmi? Nima qilishyapti? Ularni. Men senlarga uyatmasam ko'p kunduz. Qorong'ida, mayli ketay, o'ldiramiz senga. Quyosh ham chiqyapti. Shunaqa quyosh desam, lava ekan, uyim bildirib turadigan.
Voy dod, nima bilan to'lib ketibdi-yu, hamma yo'g'im. Uyda qaranglar. Bo'ldi, men endi videoni oxirigacha bu yoqdan chiqmayman. Chiqmayman deb yurdim, chiqib ketyapman mana. Mana senga sikletda oq ko'zligi yomon ekan-da, menga vobshe yoqmayapti. Pastga tushaman-da, endi uyda bekitib qo'yman, shu yerdan chiqmayman. Boshqa bu kartaga kirmayman, bo'ldi. Ajdod, voy dod, qo'rqitvordi bu iflos. Mana senga iflosga qayerdan tushdi bu? Voy dod, qo'rqib ketdim. Uyimda yaxshi yashirinib o'tiraman. Eshiklarni ochiq qoldiribman, bo'ldi. Boshqa video bo'lmaydi, tugadi. Xayr.